Shuhrat aka, bilishimcha Tashmi o'zi 1 asrlik universitetda, 1 yillik, bu adashmasam menimcha shu Markaziy Osiyodagi meditsina sohasidagi nomer 1 universitet. O'zi Tashmiga kirish uchun qancha vaqt tayyorlanish kerak bo'ladi? Misol uchun, kontraktga kirish uchun o'zi qancha vaqt tayyorlanish kerak bo'ladi? Grantga kirish uchun u endi qanchalik o'rinli savol? Bu qiziq savol. Ba'zi talabalar bilan suhbat qilganda 1 yil tayyorlanganman deydi. Ba'zi talabalarimiz 3 yil tayyorlanganman deydi. Bu asosan mana shu oxirgi 3 yilda o'sha 8-sinfdan keyin 9, 10, 11-sinflarda o'qiydigan talabalar tayyorlanadi yoki bo'lmasa kollej litseyda. O'zi 3 yil tayyorlansa mukammal tayyorlangan hisoblanadi. Endi 1 yil ichida hamma fanni o'zlashtira olmaydi. Agar u 4-5-sinfdan boshlab botanikadan boshlab biologiya fanini juda yaxshi o'qib kelgan bo'lsa, balkim 2 yil yetarli bo'lar. Kimiyani ham o'sha 5-sinfdan boshlab yaxshi o'qib kelgan bo'lsa, 2 yil yetarli bo'ladi, lekin 1 yil yetarli emas, kamida 2,5-3 yil tayyorlanish kerak. Yaxshi shifokor bo'lish uchun. Ya'ni zaminiy bilimi yaxshi bo'lsa, tepada yana qo'shimcha bilimlar olib ketadi. Ko'proq 1 yil tayyorlanganlar, 3 yil tayyorlanganlarga nisbatan o'qishga kirganda ancha o'qishga qiynaladi birinchi kursda. Shuning uchun kamida 2,5-3 yil tayyorlanish kerak.